Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun ertalabdan bitta xabar kelibdi. Shu xabarga javob berish asnosida sizlarning ichinglardagi judayam bir katta muammoga yechim bermoqchiman. Bu darsimiz audio shaklda, xudo xohlasa, YouTube'da, Telegramda bu darsimiz bo'ladi. Bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, masalani ko'tarilishiga sabab bo'lgan muammo nimada? Bitta o'sha kuzatuvchimiz yozyaptilarki, turmush o'rtog'im bilan tinmay urushib qolamiz. Har safar urushgan paytda bitta tochkaga kelib qotib qolamiz. To'g'ri, bizni qaynonam yarashtirib qo'yadi, qaynotam yarashtirib qo'yadi, yoki nimadir sabab bo'lib baribir yarashib olamiz, lekin borgan sari ko'nglim sovib ketyapti degan ma'noda yozganlar. Aslida bu narsa bitta bularni hayotida emas, bugungi kunda oila bo'lib yashayotgan judayam ko'p oilalarda bor. Shu joyda aytaman, audioni boshidan sizlarni xursand qilamanmi, balki xafa qilaman, bilmayman. Yarashish muammo emas. Ya'ni er bilan yarashib olish, bitta uyi tagida, bitta tomi tagida, bitta uyni ichida yashaganda yarashish hech qanday muammo emas. Ya'ni kulib gapirishingiz mumkin, nozlanishingiz mumkin, yoki erkak gulab kelishi mumkin, yoki er xotin munosabatlari bo'lishi mumkin, yoki farzandlar bilan bog'liq qandaydir sabablar bo'lishi mumkin, yoki ota onani majburiyati bo'lishi mumkin, yarashasan degan, yoki jamiyatdan uyalish bo'lishi mumkin, va ertaga yarashmasak hamma biz haqimizda nima deb o'ylaydi deyish mumkinda. Judayam ko'p oilalar buni biladi, ya'ni yarashish nimaligini biladi. Lekin aniq biladiki, yarashish bu yechim emas. Buni aytib beraman, endi qarang. Er ham xotin ham yoshligida, ya'ni farzand bola bo'lgan paytida ma'lum bir sistemada, ma'lum bir oilada katta bo'ladi. Mana shu oilada katta bo'layotgan paytda oilani strategiyasini qabul qiladi o'ziga. Endi sizni turmush o'rtog'ingiz alohida bitta oilada, alohida bitta oilani strategiyasini, tizimini qabul qilgan bo'ladi. Siz ham ma'lum bitta oilada ma'lum bitta strategiyani qabul qilgan bo'lasiz. Endi deylik, sizni oilangizda masalan normalniy munosabatlar, adingiz bir pul topgan, bir pul topmagan, lekin hamma narsani onangiz bilan maslahat qilib qilgan va sizni oilangizda ayol kishini alohida o'rni bor. Hattoki yaxshigina o'rni bor. Lekin siz turmushga chiqayotgan paytingizda tayinki turmush o'rtog'ingizni oilaviy tizimini o'sha oilada yashayotgan odamlar biladi faqat, lekin siz buni bilolmaysiz. Chunki ayollar nega bunaqa erkak tanlaganman deb o'zini qiynab aybdorlik hissiga kirib ketadi. Xuddi shunda boshqa tomonda. Endi qarang, siz bilmaysiz, erkak keladi yoningizga, kelgan paytda deylik sizga gul olib kelishi mumkin, pul olib kelishi mumkin, xullas bilmayman, baribir munosabatlarga kirishayotgan paytda eyforiya holati bo'ladi. Shunaqa paytda siz nima qilasiz? Birinchi o'rinda qiladigan ishingiz mana shu qilayotgan harakatlarga nisbatan javob bo'ladi. Ya'ni bu yerda qanaqa tizim bo'lgan o'zi degan qiziqish emas. Ya'ni shunchaki gul olib keldim, xursand bo'lish kerak, pul berdimi, demak zo'r degan qarorga kelinadi. Yoki umuman olganda majburiyat hissi bo'ladi. Bo'ldi, endi yoshim ketyapti, erga tegishim kerakda, yoki qanaqadir ichingizdan hamma kuladi ustimdan erga tegmasam degan narsa bo'ladi. Ya'ni bu qanaqadir tanlov bo'lmaydi-da. Ya'ni tizim bir-biriga tushadimi yo'qmi, shuni bilmaymiz biz. Bilmasligimiz ham tabiiy, chunki boshqa uyda, boshqa tomni tagida yashaydigan odamlarni siz ichiga kirib ularning sirlarini bilolmaysiz. Masalan, siz kim bilandir hozir masalan aka-ukangiz bo'ladigan bo'lsa ham, aka-ukangizni oilasida qanaqa tizim, sistema borligini bilmaysiz-da. Shuning uchun biz birovlarning oilasiga borganda ayrim paytlar nimadirlarni ko'rganda qo'rqib ketamiz. Voy, shunaqa ham yashashar ekanda deb qo'rqib ketamiz. Aslida bu oilaviy sistemada. Endi qarang, siz normal sog'lom munosabatlarda katta bo'lgansizda, turmush o'rtog'ingiz unaqa emas. Ya'ni turmush o'rtog'ingiz oilasida ayol kishi hech qachon eshitilmagan, ayol kishi hech qachon qabul qilinmagan, erkakni degan gapi gap bo'lgan va hattoki o'rgatilgan bo'lishi mumkinki, ayol odam emas degan narsa o'rgatilgan bo'lishi mumkin. Yoki umuman olganda bunaqa deyilmagan bo'lsa ham, masalan, oilada ayol kishi yashagan, erkak harakat qilgan ayol kishini ko'nglini olishga, lekin ayol o'zini hissiyotlarini namoyon qilishi bilmagan, yoki bo'lishi mumkin namoyon qilishi bilgan bo'lishi mumkin, farzand eshitmagan bo'lishi mumkin. Masalan, oilaviy tashvishlar bo'ladi, boshqa ovozingni o'chir degan pozitsiyada yashagan bo'lishi mumkinda. Men hozir masalan nosog'lom munosabatlarni 3-4 ta variantini aytdim. Endi siz o'tda o'zingiz qarab chiqasiz, masalan, turmush o'rtog'ingiz bilan 5 yil, 10 yildan beri birga yashayotgan bo'lsangiz, o'tda aniq kamchiliklarni ko'rasiz, sistemada nima xatoligini.
Endi qarang, shu xato sistemada, xato o'zlashtirilgan yoki noto'g'ri o'zlashtirilgan sistemada farzand katta bo'ldida, yetishib keldi. Endi bu yetishib keldida, u yerda ayol kishi uchun o'rin yo'q yoki umuman ayol kishini hissiyotlarini inobatga olinmaydi degan anaqa bilan keldi. Endi siz unga dindan ma'ruza jo'natasizmi, domlani oldiga olib borasizmi, psixologni oldiga olib borasizmi? Sistema shunaqa mustahkam bo'lsa, masalan, nima deydi, o'zgartirishni xohlamasa, ayniqsa o'zida xatoni ko'rmasa, u yerda hech narsa o'zgarmaydi. U yerda ayniqsa, masalan, oilalar bor, qaynana aralashadi, qaynopa, qaynsingil aralashadi yoki ona tomonidan, qiz tomonidan kimdirlar aralashadi. Hamma nimaga harakat qiladi? Ularni yana yarashtirib qo'yishga harakat qiladi. Biz bir necha yillar oldin ajrashgan ayollar haqida bitta dars o'tganmizda. Buni har doim aytib kelaman. Mana shu darsda bitta narsada hamma aytardi, qanaqa tez yarashib olsam bo'ladi, eri tashlab ketgan yoki boshqa, qanaqa tez turmushga chiqib olsam bo'ladi. Keyin ularga aytardim, agar turmush o'rtog'ing, mana ajrim arafasidagi ayollar ham bo'lardi, aytardim, agar turmush o'rtog'ing yarashaman deb kelsa, praktikalarni bajaradi, praktikalarni bajarganidan keyin yarashaman deb kelsa, iltimos ketishingdan 15 minut oldin menga telefon qil derdimda. Ular telefon qilishardi, Nafis Rahimni ketyapman, erim yarashaman dedi, keldi, olib ketmoqchi deb kelardi. Keyin men ularga aytardimda, sen bilib qo'y, oldin qanaqa sharoitda yashagan bo'lsang, o'sha sistemaga borib tushasan, yana o'sha sharoitga borib tushasan-da. Mana shu joyi og'riqli. Keyin jim bo'lib qolardi yoki ketmaymi deylardi. Yo'q, ketgin, faqat o'tda o'zgartirish kerak bo'lgan narsalar bor, lekin bu oson bo'lmaydi. Odatda ayol kishi janjal qiladi, baqiradi, noroziligini ko'rsatadi yoki yo'l izlashga harakat qiladi, qidiradi, onasiga aytadi, qaynonasidan yordam so'raydi, qaynotasidan yordam so'raydi. Mana shu pozitsiya ayol kishini bundan keyin nima qilayotganinglarni bilib olinglar deb aytyapman. Bu pozitsiya ayol kishini sistemada qayerdadir xatolik ko'ryapman, o'shani tuzatishim kerak, sog'lom munosabat saqlab qolishim uchun degan narsa bo'ladi. Agar ayol yordam so'radi, yordam topa olmadi, psixologga borishga puli yo'q, imkoniyati yo'q yoki o'zini aqli, bilimi yetmadimi, nima qiladi? Sistemani davom ettiradi. Oilani buzishdan qo'rqadi, sistemani davom ettiradi. Agar chidolmasa, podsoznательный yukni his qilgan paytda qochib keta olmasa, bunaqa paytda nima qiladi? Shunchaki ajrimga qarab ketib qoladi. Endi bu yerda aniq shu ajrim ham yechim emas, lekin agar vaziyat og'ir bo'lsa, bu yerda bu narsani yaxshilab o'ylab ko'rgan ma'qul bo'ladi. Chunki shunaqa vaziyatlar bor, o'zim psixolog sifatida aytaman, ayol kishi hatto chidab bo'lmaydigan vaziyatlar borda, umuman hech qanaqasiga bunaqa oilani saqlab qolish mumkin bo'lmaydigan vaziyatlar bor. Oila уже tupikda anaqa tagiga bo'lganda yoki o'tda ayol o'z joniga qasd qilib qo'yishi mumkin. Chunki shunaqa deb kelishadi, faqat xayolim kelayotgan narsa o'zimni o'ldirish deb kelishadi. Bu yerda ayolni tupikdan chiqarib olish kerak bo'ladi. Ya'ni unga yo'l qattaligini ko'rsatish kerak bo'ladi. Chunki shunaqa vaziyatlarda masalan er xotin yashadi, bitta o'g'ilni katta qildi, o'g'ilni tarbiyasi hamon qadar bilmaydi, qiz erga tegdi. Masalan ayol kishi boradi, qaynonasiga aytadi, mana shunaqa bo'lyapti o'g'lingizda desa, o'zing yomonsan deydi va bora ayol kishini yomonligiga ishontirib boradi. Shunaqa qilib 5 yil 10 yil o'tadi, ayol kishi o'zini o'ldirishga, o'zi uchun nimadir qilishga yoki umuman o'chib yashashga majbur bo'ladi va mana shu narsani nomini oila deb ataveradi. Yillar davomida oila deb ataveradi, lekin sog'lom munosabat bunday qurilmaydi. Endi sistema brak, sistema nosoz, uni tuzatish kerak. Endi tuzatishga kelgan paytda esa buni faqat er xotin ikkalasi qila oladi. Agar bu noto'g'ri sistemani masalan erda yoki xotinda qandaydir noto'g'ri sistema bor, ichkaridada oilama bunaqa degan noto'g'ri sistema bor yoki munosabatda kimdir chidash kerak degan noto'g'ri sistema bo'ladigan bo'lsa, hozir ham men yana misollar keltiraman, tushunib olasizlar. Mana shu sistemani mana shu oilaviy munosabatlardagi sistemani qo'llab-quvvatlab turadigan odamlar bor. Masalan, ota-ona deylikda o'g'liga aytish mumkin. Senda nimasi yomon, hammasi yaxshi ketyapti, kelin o'zi aybdorda. Bo'ldi, sistema tuzalmaydi bu yerda. Va ona ham o'zini hissiyotlaridan kelib chiqqan holda, agar o'ta hissiyot bo'lsa, qaynana demoqchiman, o'zini hissiyotlaridan kelib chiqqan bo'lsa, bu yerda u narsani tuzatishga yordam berishga harakat qilmaydi. Chunki uni ichida bu narsani o'zi yaxshi hayot haqidagi sistema yo'q uni ichida. Endi men shunaqa payti kelayotgan bu kelinlarga deylik so'raydigan narsam, qanaqa o'zi qaynonangiz bilan deb aytaman-da, so'rayman, qaynonasini hayotini so'rab ko'rganimda rosa katta narsa kutishadi. Qaynanadan keyin aytaman, yo'q,
siz qaynonangizdan bu narsani kutolmaysiz, chunki qaynonangiz o'zi bu narsani qurolmagan. Просто siz tushuning, hech qachon baxtni ko'rmagan odam, baxtli hayot yoki inobatga olingan ayol sifatidagi rolini ko'rmagan ayol qanaqa qilib sani inobatga olinishingga yordam berishi mumkin-da. Просто sen shuni tushunishing kerak. Bu yerda endi nima qila olamiz biz degan savolga faqatgina bu sistemani birinchi o'rinda Alloh taolodan so'raymiz. Chunki shunaqa vaziyatlar bor. Bitta ayol aytyapti-da, umuman qo'limda pulim yo'q, hech narsam yo'q, dekretdaman-da, lekin erim pul topmayapti, bolam ochman deb yig'layapti, ovqat beringlar deb yig'layapti, erim indamasdan telefon kovlab yotibdi. Nimaga deganda o'sha insonni ichidagi mehr, shafqat degan hissiyotlari ham bor, o'sha hissiyotlar onadan o'zlashadi-da. Aslida erkak kishida bu hissiyotni yo'qligi, mana shu mehr, shafqat degan hissiyotni yo'qligi onani o'zida bu hissiyot yo'qligidan dalolati bo'ladi. Ya'ni mana bizning hissiy olamimizga, bizning ichki dunyoyimizga ona javob beradi. Agar onadan bu narsa farzandga o'tgan bo'lsa, onadan o'g'ildir, qizdir farqi yo'q. Onadan o'tgan bo'lsa, bolada bu narsa bo'ladi. Lekin agar onani o'zida bu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsa sizni oldingizdagi odamda bo'lmaydi. Ayollar esa bir kun o'zgarib qolar deb bu narsani kutib charchaydi. Bunaqa paytda nima qilish kerak desa, bunaqa paytda faqat aniq strategiya bilan aniq harakat qilish kerak. Ya'ni ayol biladi sistema noto'g'riligini, o'zini ayblab yashamaydi. Ya'ni men nimadir qilib qo'ydim, men shunaqa yomon bo'lsam kerak demaydi. Chunki bunaqa paytda erkaklar ayollarni yaxshigina manipulyatsiya qiladi. Ya'ni sen yomonsanki shunaqa bo'lyapti degan narsa bilan manipulyatsiya qiladi. Yoki mana aytishadi har safar xiyonat ustiga xiyonat, xiyonat ustiga xiyonat. Nima qilingda? Ayol kishi nima deydi? Chidab yashashga majburman, nima bo'lsa ham deydi, oilani saqlab qolishim kerak. Ya'ni qarang, oilani saqlash bu ikkalamiz mas'uliyatimiz emas-da. Ya'ni nima bo'lsa ham oilani saqlash kerak. Agar hozir u yo'q deb ketsa, oila parokanda bo'lib ketadi deb o'ylaydi-da. Ya'ni oilani saqlashda mas'uliyatini o'zini hissiyotlariga javob bera olmaydigan, o'zini nafsining ustiga javob bera olmaydigan erkakni bo'yniga tashlab qo'yadi. Endi o'tda o'zi muammo bo'lsa, qanaqa qilib u bu narsani to'g'rilashi mumkin-da? Bunaqa paytda ham konkretni borib, agar imkon bo'lsa, xotin borib psixolog bilan ishlashi kerak. Agar imkon bo'lmaydigan bo'lsa, ayol maksimal harakat qiladi. Agar bunga ham yo'l topa olmasa, to'g'risi bu joyda meni ham hozir aqlim yetmaydi-da. Chunki bu yerda vaziyatlar chuqur ishlanishi kerak bo'lgan vaziyatlar. Lekin ayrim narsalar bor. Perinatal davrda muammolar bo'ladi. Yoki oilada qattiq muammolar bo'ladi. Yaqinda bitta mijozim ham aytdilar, 7 yil yashagan turmushimda bilib qoldim. Erim aslida erkaklarga qiziqishi bor ekan deb. Aslida bunaqa narsalarni aytish jamiyatda bu narsani yana ham ko'payishiga sabab bo'ladi, lekin men kichkina aytib ketaman mana shu joyda. Aslida bunaqa erkaklarning ongida ayollar umuman bu hayotda bo'lish kerak emas degan ideyasi bo'ladi-da. Bunaqa masalalar faqat psixolog bilan emas, nevropatolog bilan, kerak bo'lsa psixoterapevt bilan, kerak bo'lsa kuchli qaysidir ma'noda mutaxassislar bilan ishlanadigan masala bo'ladi. Endi diniy tomoni masalalarni o'sha diniy ustozlar bilan borib maslahatlaniladi. Shuning uchun bu yerda siz kelib qolgan taqdir yo'li va sizni yoningizdagi tizim qay darajada o'shani baholash kerak. Tashqaridan kelayotgan odam, mahalla deylik, mahallada mas'ullar keladi, sizni yarashtirib ketaveradi. Dindan gapiradi, Allohdan gapiradi, yarashishinglar kerakligini, 2 ta norasiydani, 3 ta norasiydan deydi, 4 ta bolangizni deydi, ko'chada qoldirib ketmang deydi. U yoq bu yoqqa sizni yarashtirib ketadi. Sistema yana ishga tushadi. Yoki shunaqa ayollar bor, turmush o'rtog'i bilan qanaqadir muammolar bo'ladi-da. Endi oilaviy munosabatlarda erkak keladi, bitta jinsiy aloqa bilan hamma narsani tugatib qo'ya qoladi. Erkak o'ylaydi, bo'ldi, muammolar hal bo'ldi deydi. Ayol yana o'sha sistemani ichida qolib ketaveradi. Chunki bu sistemada eng azob chekadigan inson bu ayol kishi bo'ladi. Farzandlari ham albatta bu yerda sinadi, lekin bu yerda qiynaladigan inson, sistemani ichida harakatlana olmaydigan inson ayol kishi bo'ladi. Chunki erkak mana borim shu deb bergan paytda shunaqa vaziyat. Bunaqa paytda erkaklar ham ayollar ham aslida masalan qandaydir xato ko'rganda munosabatlarda eng ideal variant kimga nima yoqmayapti shuni gaplashib olish. Ya'ni nima yoqmayapti? Aslida bizni jamiyatda erkaklarga agar bu gaplarni aytsak, nima deyishadi? Hammasi joyida-ku, nima muammo deydi-manda. Hammasi joyida deydi, muammo sanda deydi. Yig'layapsan, baqiryapsan, janjal qilyapsan-da. Aslida mana shu kelayotgan janjal, yig'lash, baqiriq, norozilik, nafratni tagida
qandaydir bir sistemada ketayotgan xatolik bo'ladi. Ana o'sha narsaga qarash kerak bo'ladi. Endi bu yerda hozir judayam ko'p savollar bo'ladi va man o'zimga ham ko'p yozishadi. Nafisa Rahimni ajrashaymi qolaymi-da? Bu narsani men hal qila olmayman. Ajrashasizmi qolasizmi-da? Faqatgina siz uni ko'rishingiz kerak. Sistema sizga qanchalik to'g'ri kelyapti-da va nimani o'zgartirish kerak. Конечно, ajrashish yechim emas, lekin bu yerda siz aybdor ham emassiz-da, buni ko'rish kerak. Chunki nimaga ayollar tomonidan gapirdim? Chunki ayollarga tegishli psixolog bo'lganim uchun va ayollarni muammolarini ko'proq bilganim uchun ayollarda gapirdim. Odatda mana shu masalalarda so'rab kelishadi va albatta bizda baxtli yashayotgan oilalar, ayol kishini eshitib, ayolni hissiyotlarini qadrlab va qabul qilib yashayotgan oilalar ham juda ham ko'p. Buni biz rad etmaymiz. Va har doim aytganday, ya'ni siz o'zingizga, o'zingiz sistemangizga, o'zingiz qalbingizga tushadigan erkak topganingiz bu sizning eng katta baxtingiz bo'ladi. Va shunaqa insonni Alloh taolo sizga duchor qilgan bo'lsa, bu baxtingiz bo'ladi. Lekin agar unaqa bo'lmasa, siz bunga aybdorsiz degani emas. Aybdorlik qachon bo'ladi? Masalan, stol ustida piyola turibdi, siz piyolani oldingiz, qo'lingiz bilan itarib yubordingiz, atay qildingiz. Mana shu yerda siz aybdor bo'lishingiz mumkin. Unda ham ichingizdagi hissiyotlarni qarash kerak. Lekin siz bu sistemani oldindan yashab ko'rib bilmaysiz. Masalan, siz ularni oilasiga borib, to'xtanglar, men sizlarni oilanglarda bir 20 kun, bir oy yashab ko'ray, keyin sistemalarni bilsam, keyin ko'raman deya olmaysiz-da. Ya'ni bu strategiya, bu sizni qaynanangiz, qaynotangiz qattiq ushlab kelayotgan tizim bo'lishi mumkin-da. Siz nima deydi, kelinlar qo'zg'olonidagi kelinga o'xshab o'tda qo'zg'olon qilamiz. Ichingizda qo'rquv bor-da. Ayrim paytlar aytishadi, voy, men oilani saqlab qolishim kerak. Siz oilani saqlab qolishingiz juda ham yaxshi tushunyapsiz-da. Lekin siz yoningizdagi odam buni tushunyaptimi, yo'qmi, bu masala bitta. Bu audioni nimaga yozdim o'zi? Yana bir hayotinglarni tahlil qilib ko'rishinglar uchun, qanaqadir ichinglardagi og'riq bo'lsa, mana shu og'riqni bitta ko'rishinglar uchun, balki o'zinglarni ichinglardagi tizimni ham bitta ko'rishinglar uchun. Ayrim paytlarda shunaqa bo'ladi, ayol kishi balki tashqaridan kamchilik izlaydi, lekin o'zini ichidagi sistema ham to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Qayerdan ko'rsangiz bo'ladi, to'g'ri emasligini. Siz o'zingiz agar kibrda ketayotgan bo'lsangiz, egoda ketayotgan bo'lsangiz, buni qarash kerak. Lekin siz o'zingiz, farzandlaringiz och qolganda turib ovqatini qilasiz. Oila uchun kuyib pishasiz, eringiz ursa ham, baqirsa ham, janjal qilsa ham, hattoki pul topib kelmasa ham, oilada vafodorlik ko'rsatayotgan bo'lsangiz, sadoqat ko'rsatayotgan bo'lsangiz, boray deb tashlab ketmayotgan bo'lsangiz, shu paytgacha o'zingizni sadoqatingiz bilan shu oilada turib bergan bo'lsangiz, bu yerda sizda hammasi normal degani, sizda hammasi joyida degani. Ya'ni qaysidir ma'noda ayol kishi baribir o'zini ichida sezadi, o'zini xatosini ham, o'zini kamchiligini ham sezadi. Janjal qilishingiz, qanaqadir baqirayotganingiz, qanaqadir reaksiyangiz bo'layotgan bo'lsa, qaysidir vaziyatlarga bu sizning aybingiz emas. Shunchaki bu sizning ong ostingizda reaksiyasi, ya'ni bo'layotgan vaziyatga himoya sifatida ong ostingizda reaksiyasi hisoblanadi. Sizlar bilan Nafisa Rahimna bo'ldi. Hozircha bu audioni ham YouTube'da joylashtiramiz. Tez kunlarda bizada video darslar ham kutib qolinglar. Iltimos, foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada yozinglar va bugungi kunda sizlarni nimalar qiynayapti, shular haqida yozsanglar, men tez aloqaga chiqishga harakat qilaman. Rahmat kattakon.